SATdan chuqur zo'r ball olgan studentlar bu IELTSdan zo'r ball oldi degani emas. Men har doim IELTSni aytaman, bu qizil pasportingizga o'xshaydi. 8-sinfga kelganda faqat IELTSga borasan, faqat matematikaga borasan deb to'xtatib qo'yishadi. Mana shu eng katta xato. Agar talaba уже 11-sinfda kelayotgan bo'lsa, ikkita yo'l bor. Har bitta student bilan strategiya alohida tuziladi. Ingliz tilini ertaroq boshlash va ertaroq tugatish. IELTSni topshirishi kerak emas. IELTS va SAT umuman bog'liq emas deysiz. Bu nimani anglatadi? Nega ba'zi talabalar IELTSdan kuchli, lekin SATdan qiyin bo'ladi? Juda ham to'g'ri savol. Nimaga? Chunki meni 5 yillik tariximda, o'zimni tajribamda shuni tushunib yetdimki, SATdan chuqur zo'r ball olgan studentlar bu IELTSdan zo'r ball oldi degani emas. Menda bir nechta shunaqa keyslar bo'ldi. SATdan 1570 olgan, lekin IELTSni 7,5 qilib olib bera olmagan studentlar bo'lgan. Va xuddi shunaqa IELTSdan 8 olgan bola SATdan 1500 dan yuqori ball olishni juda ham qiyin hisoblagan. Nimaga? Chunki ikkita ekzamen umuman boshqa narsalarni tekshiradi. SAT ko'proq sizni akademik tayyorgarligingizni ko'rsatib bersa, IELTS sizni ingliz tili bilish darajangizni ko'rsatib beradi va o'shaning uchun ham ikkita ekzamen, bu ikkalasi bir-biriga korrelyatsiyasi yo'q. Juda ham ko'p SAT o'qituvchilar afsuski noto'g'ri maslahat berishadi. SATni zo'r o'rgansang, IELTSing yaxshi bo'lib ketadi, shundoq ham deb aytishadi va natijada studentlar IELTSni olishga ham vaqtini o'tkazib qo'yishadi va xuddi shunaqa SATni ham tayinli qilib zo'r ball olisha olmaydi. O'shaning uchun har doim balansni ushlashingiz kerak. Bitta ekzamenni boplab olib bo'lganingizdan keyin ikkinchi ekzamenni olishingiz mumkin. Chunki ikkala ekzamen umuman boshqa savollar va boshqa funksiyalar haqida. IELTSni ertaroq topshirish kerak deb ko'p takrorlaysiz. Nima uchun aynan ertaroq? Qachon eng to'g'ri vaqt? IELTSni erta kechi yo'q aslini olganda, lekin ko'pchilik studentlarni yomon noto'g'ri fikrini eshitib qoldim. SATni olsam IELTS olishim shart emas-ku degan savolni berishadi menga ko'proq. Lekin tasavvur qiling, siz ingliz tilidagi maktabda o'qimagansiz, siz o'zbek tilida yoki rus tilidagi curriculum bilan o'qiyapsiz va mana shu joyda siz ingliz tilini bilishingizni tasdiqlab berishingiz kerak universitetlarga va ingliz tilini bilishingizni faqat IELTS orqali tasdiqlab bera olasiz. Ko'pchilik studentlar IELTS topshirsa bo'ladimi deb o'ylashadi. Qanaqa qilib IELTSsiz siz professorni tushunish yoki tushunmasligingizni takrorlab tasdiqlab berasiz. O'shaning uchun IELTS bu sizni ingliz tilini bilish darajangizni tasdiqlab beruvchi hujjat. Men har doim IELTSni aytaman, bu qizil pasportingizga o'xshaydi. Qizil pasportingiz siz xorijiy davlatlarga chiqib keta olasizmi yoki yo'qmi? Chiqib keta olmaysiz, to'g'rimi? SNG davlatlaridan tashqari afsuski. Va o'shani xuddi shunaqa IELTS, agar sizda qo'lingizda IELTS tasdiqlovchi ekzamen bor bo'lsa, siz bemalol xohlagan universitetingizga topshira olasiz. Va IELTS birinchi etaplardan bittasi. IELTSdan chunki nimaga IELTSni qancha ertaroq topshirganimiz yaxshi? Chunki IELTSdan keyin qiladigan ishlaringiz juda ham ko'p. IELTS bu yagona va qilishingiz kerak bo'lgan hamma ishlardan bittasi emas. Agar talaba IELTSni hali topshirmagan bo'lsa, SATni boshlash kerakmi yoki avval IELTSni tugatish kerakmi? Nega? Meni maslahatim o'zim to'liq maktablikdagi studentlarimga men birinchi o'rinda maslahatim aytaman. Birinchi o'rinda mana har doim top universitetiga topshirayotganimizda bizda ikkita katta tog' bo'ladi va o'sha ikkita tog'ni bittasidan qutilib olganingizdan keyin ikkinchi tog'ga qaraysiz, e'tibor berasiz. Sizni miyangizga yetmaydi shuncha nagruska ikkita ekzamenni bitta tarafda bitta yo'nalishda olib ketishga. O'shaning uchun ham harakat qiling. Bitta ekzamenni olib bo'lganingizdan keyin, yetarli ball olib bo'lganingizdan keyin ikkinchi ekzamenga qaratishga. Chunki ko'pchilik studentlar shu joydan vaqtdan o'tkazib qo'yishadi. Kerakli ballni olishga ulgurmay qolishadi va na IELTS na SATni boplab zo'r topshira olmay qolishadi. O'shaning uchun birinchi IELTSni boplab 7,5 kamida olib olamiz va bitta shuni topshirganimizdan keyin, bitta tog'dan ag'darilganimizdan keyin ikkinchi ekzamenga qaratamiz va o'shanda sizni produktivnostingiz va sizni borayotgan SATingizni natijasi yuqoriroq bo'lishiga ulgurasiz. Nega siz 11-sinf juda kech deysiz? Qaysi imkoniyatlar bu vaqtga kelib yo'qoladi? 11-sinfda kelgan ko'pchilik studentlarim, ayniqsa top universitetlarga kirish niyati bor bo'lsa, afsuski ular top universitetlariga kirishga ulgurishmaydi. Nimaga? Chunki ularda ko'pincha keyslarda baholari yetmagan bo'ladi, baholari yaxshi o'qimagan bo'ladi. Konferensiyalarda, olimpiadalarda qatnashmagan bo'ladi. Yozgi maktablarda, chet el xalqaro programmalarda qatnashib ulgurishmagan bo'ladi va bu degani top universitetlarga kerakli bo'lgan profilni hali yig'magan bo'ladi degani. Va ko'pincha
vaziyatlarda 11 sinf studentlar bizlarni konsultatsiyamizga kelib top universitetiga topshirishni boshlashayotganda juda ham katta psixologik nagruzkaga duch kelishadi, chunki ular ham SATni ham IELTSni va ham ularni o'zlarini profilini birdan srazu olishiga to'g'ri keladi va o'shani oldini olish maqsadida 11 sinfda emas, kamida 10 sinfni boshidan boshlash kerak top universitetlarga tayyorgarlikni. To'liq grant olishni xohlagan o'quvchi uchun tayyorgarlik nega aynan 8-sinfdan boshlanishi kerak? Nega aynan 8-sinf? Chunki top universitetiga topshirayotganingizda, umuman xalqaro universitetlarga topshirayotganingizda sizni baholaringiz 8-sinfdan boshlab har bitta olgan baholaringiz rol o'ynashni boshlaydi. 8-sinfdan boshlab borgan olimpiadalaringiz, konferensiyalaringiz, akademik yutuqlaringiz, har bitta ijtimoiy qanaqadir yutuqlaringiz, borgan volonterstalaringiz ham har biri 8-sinfdan buyog'ida qilgan ishlaringiz hammasi rol o'ynaydi. 8-sinfgacha bo'lgan ishlaringiz esa уже eski yutuqlar hisoblanadi. O'shaning uchun harakat qiling. Top universitetlarga to'liq grant o'tmoqchi bo'lsangiz, 8-sinfdan srazu miyani ochib, ko'zlarimizni kattaroq ochib, top universitetlarga kerakli bo'lgan profilni yig'ishga va akademik yutuqlarni yig'ishga va undan tashqari ikkita katta ekzamenga tayyorgarlik ko'rishga. Ota-onalar va bolalar deadlinelarda eng ko'p qiladigan 3 ta xato. Ota-onalarni ko'pchiligini xatosi afsuski shundaki, studentlarni, o'z bolalarini 8-sinfgacha bo'lgan vaqtda, ayniqsa 1-2, 3, 5 sinflarida studentlarni sportga ham berishadi, raqsga ham berishadi, yana boshqa hamma to'garaklarga berib qishadi, lekin 8-sinfga kelganda faqat IELTSga borasan, faqat matematikaga borasan deb to'xtatib qo'yishadi. Mana shu eng katta xato. Nimaga? Chunki aynan 8-sinfdan boshlab har bitta borgan to'garagingiz, har bitta borgan qo'shimcha maktabdan tashqari qilgan mashg'ulotlaringiz hammasi endi mana rol o'ynashni boshlaydi. O'shaning uchun aynan 8-sinfdan boshlab top universitetlarga tayyorgarlikni boshlashingiz kerak. Shuncha payt oldin qilgan ishlaringizni yana davom ettirishingiz kerak. Personal brand nimadan boshlanadi? O'quvchi qanday qilib 8-11-sinflarda o'z yo'lini belgilashi mumkin? 8-9-10 sinflarda bu studentni, ayniqsa yosh bolalarimizni o'sha teenager paytida eng ключевой momentlar hisoblanadi. Nimaga? Chunki shu paytda sizni qiziqishlaringiz paydo bo'ladi. Masalan, sizga tarix ko'proq qiziqarli bo'lishi mumkin yoki biznes ko'proq qiziqarli bo'lishi mumkin yoki qanaqadir robototexnika, shunga o'xshagan yo'nalishlar qiziqarli bo'lishni boshlaydi. Mana shu momentda sizni personal brandingiz, ya'ni sizni shaxsiy brandingiz ishlashni boshlaydi. O'shanda qancha yo'nalishingizga, qiziqishingizga mos bo'lgan ishlarni, qancha yutuqlarni ko'paytirsangiz, qancha o'sha yutuqlarni faqat maktab darajasida emas, balki xalqaro darajada qilishni boshlasangiz, shunda sizni shaxsiy brendingiz kuchayishi boshlaydi. Masalan, meni studentim hozir World Scholars Cup competitionida katta grantida Amerikaga borib, butun O'zbekistonni reprezentatsiya qilganda va u yerda katta debatda qatnashdi va birinchi o'rinlarni, sovrinli joylarni oldi. Agar shu studentim 9-sinfda vaqtida kelmaganida edi konsultatsiyaga, balki tushunmagan bo'lardi nima uchun bu narsa kerakligini. Hozir bo'lsa u уже yo'nalishini aniq biladi, nimaga qiziqishini ham aniq biladi va qancha oldinroq siz o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha qiziqishni chuqurroq kirishni boshlasangiz, shuncha keyinchalik o'zingizni qilgan tanlovingizdan adashmaganingizni bilasiz. Grant olish uchun ingliz tilini minimal real darajasi qanaqa bo'lishi kerak? Grant olish uchun ingliz tilining minimal darajasi kamida 6,5 IELTS bo'lishi kerak. 6,5 IELTS bilan butun dunyoni xohlagan universitetiga topshirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 6,5 IELTS bilan Xitoyga topshirsa bo'ladi, Italiyaga topshirsa bo'ladi, Germaniyaga ham topshirsa bo'ladi. Amerika ham ba'zi universitetlari, Tobochosiga kirgan yaxshi universitetlar 6,5 IELTSingiz bilan qabul qiladi. Lekin agar 50+, ya'ni Ivy League universitetlari haqida gapirayotgan bo'lsak, sizda kamida IELTSingiz уже C1 darajasida, ya'ni 7,5-8 o'rinda bo'lishi kerak. Va bu joyda o'zingizni to'xtatib qo'ymang. Faqat qiladigan ishim IELTS ekan deb to'xtatib qo'ymang, chunki IELTSdan tashqari parallel qiladigan ishingizlaringiz ko'p, ya'ni mashg'ulotlaringiz, SAT va sizni akademik va ijtimoiy yutuqlaringizga ham e'tibor berishni, vaqtini surib qo'ymasligingiz kerak. Agar talaba 11-sinfda bo'lsa va kech qolgan bo'lsa, unda nima qilish kerak? Yo'l bormi? Agar talaba уже 11-sinfda kelayotgan bo'lsa, ikkita yo'l bor. Birinchisi, bor bilimi bilan, bor ingliz tili darajasi bilan va bor profili bilan kira oladigan universitetlarga topshirish. Ya'ni juda ham zo'r universitetlar bor. Angliyada ham, Amerikada ham, Germaniyada ham, Italiyada ham.
eng zo'r universitetlarga haliyam top uchish kiradigan universitetga topshirishi mumkin. Даже Xitoyga даже полный grantda ham yutsa bo'ladi, to'liq grantda ham yutsa bo'ladi. Va ikkinchi yo'li, agar yo'q, men faqat Liga Plyushiga boraman, Garvardga boraman desa, вот o'shanda agar profilda qanaqadir natijalar yetishmayotgan bo'lsa, gap yerni o'ylab ko'rish kerak. Chunki gap yer bu yomon narsa emas. Gap yerda siz o'zingizni ko'proq explore qilasiz, ya'ni o'zingizni ko'proq o'rganasiz. Menga nima qiziq? Nima menga qiziqarli rostdan ham nimani qila olaman, nimani qila olmayman? Qaysi proyektlarga ko'proq o'zimni vaqtimni ajrata olaman? Ko'proq professional mashg'ulotlarga o'zingizni vaqtingizni ajrata olasiz. Hamma o'quvchilar uchun bir xil reja ishlamaydi deysiz. Nimaga? Qanday o'quvchi bilan qanday ishlash kerak? Har bitta studentni individual qiziqish darajasi bo'ladi va ko'pincha keyslarda bizda studentlar har xil bo'ladi. Kimdir juda ham texnik yo'nalishlarga qiziqqan bo'ladi, ba'zilari esa faqat gumanitar yo'nalishlarga qiziqqan bo'ladi va har bitta student bilan strategiya alohida tuziladi. Ya'ni kimdir masalan bitta problemaga yechimni gumanitar yo'nalishda ko'rsa, kimdir problemaga yechimni qanaqadir rostdan mashina tuzish yoki qanaqadir robot yasash ko'rinishida ko'radi. Shuning uchun ham har bitta studentning strategiyasi o'zgaradi va xuddi shu joyda bitta joyda aytib ketmoqchiman, bitta studentim bo'lardi, bitta qiz meni konsultatsiyamga keldi yaqin kunlarda. O'zi Amerikani fuqarosi ekan, lekin kimdir ularga o'rgatgan, IELTS topshirmasang bo'lmaydi deb. Amerika fuqarosi ingliz tilida dars olgan bo'lsa, ingliz tilida Amerikaning maktablarida o'qigan bo'lsa, IELTSni topshirishi kerak emas. O'shaning uchun ham hammaga bir xil men maslahat bera olmayman. O'shaning uchun ham konsultatsiya 1 soat davom etadi va har bitta konsultatsiyada men studentning keysini yaxshilab o'rganib olib, shu keysga yarasha javob berishim kerak. Va umumiy gaplar hammaga IELTS topshirish shart emas va hammaga SAT topshirish ham shart emas. O'shaning uchun har bitta keys juda ham individual bo'ladi va nyuanslari bu yerda juda ham ko'p. Agar birgina maslahat berish imkoniyati bo'lsa, top universitetga kirishni xohlagan o'quvchiga nima degan bo'lardingiz? Top universitetga kirmoqchi bo'lgan studentlarga men birinchi o'rinda maslahatim bo'lardi, bu ingliz tilini ertaroq boshlash va ertaroq tugatish. Chunki butun hayotingiz juda ham yaqin kunlarda faqat ingliz tiliga o'girilishi kerak. Ya'ni o'qiyotgan kitoblaringiz, qarayotgan podkastlaringiz, eshitayotgan qo'shiqlaringiz, filmlaringiz hammasi ingliz tilida bo'lishi kerak. Bu bare minimum, ya'ni eng minimal bilishingiz kerak bo'ladigan daraja bu kamida C1 darajadagi ingliz tili. Ingliz tili bor bo'lgandan keyin уже siz dunyoqarashingiz ustida ishlashingiz kerak. Ya'ni dunyoqarashingiz maktab urovenda bo'lsa, dunyoqarashingizni davlat urovenda, keyin butun xalqaro levelga olib chiqarishingiz kerak va o'shanda top universitetlarga siz qiziqarli bo'lasiz. Bu dunyoqarash deganimda men har doim qiyinchiliklarni va yutuqlaringizni xalqaro levelga chiqarishga ko'proq vaqtingizni ketqazishingiz kerak. Bunga esa 1 oy yoki 2 oy yoki 3 oy yetarli bo'lmaydi. O'shaning uchun kamida tayyorgarlikni 8-sinfdan boshlashga harakat. Kelajakda o'quvchilarni nimalar kutyapti? Qaysi ko'nikmalar eng qimmatlisi bo'ladi? Qaysi ko'nikmalar eng qimmatlisi bo'ladi? Hozirgi AI zamonida, ya'ni ChatGPT har xil tullar paydo bo'lgan zamonda siz уже ensiklopediya bo'lishingiz shart emas. Ya'ni har bitta narsani hardverlarini bilishingiz shart emas hozir. O'shaning uchun ham hard skilllar emas, ya'ni soft skilllar ko'proq sizni yutishga olib boradi. Ya'ni siz ko'proq o'zingizni kuchingizda ishlashingiz kerak. Ya'ni communication skills, odamlar bilan gaplashish madaniyati, odamlar bilan to'g'ri tanishish madaniyati, o'zingizni qanaqa to'g'ri представлять, ya'ni namoyish qila olishingiz madaniyati yoki sotish madaniyati yoki o'zingizni fikringizni odamlarga qanaqa qilib o'tkaza olish madaniyati, mana shunaqaga o'xshagan soft ko'nikmalar juda ham katta ta'sir o'tkazadi va qancha shu joyda o'zingizni zo'r ko'rsata olsangiz, kelajakda shuncha muvaffaqiyatliroq va kuchliroq mutaxassis bo'lib yetishasiz va buning uchun qanaqadir yillarni yodlab olish yoki qanaqadir formulalarni yodlash shart degani emas. Kelajakda уже hamma narsani AI bajargani uchun ham, даже IT yo'nalishlarini ham AI уже olgani uchun ham sizni ko'proq odam qila oladigan odamiyligingiz, samimiyligingiz ko'proq qutqaradi. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Bundanda informativ va foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmang va обязательно like bosishni ham esdan chiqarmang. Hammaga omad.